Türkmenistan'da yaşayotgan Uyg'ur xalqim, assalom. Bugungi Navruz bayramini tabriklayman. Mana bugun Sergeli tuman madaniyat markazi Mnajnaka rahbarligida nihoyat chiroyli tadbirni uyushtiribdi. Sizlarga hozir ko'rib shuna xush bo'ldik. Iloyim har doim mana shunday birligimiz, bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatimiz hech qachon yo'qolmasin. Uyg'ur xalqimniki, Uyg'ur xalqiga bo'lgan mansub bo'lgan urf odatlarimizni, san'atlarimizni mana shunday davomlashtiraylik. Keyingi avlodlarimizga qoldirish uchun. Yana bir qatam sizlarni tabriklayman. Navruz bayrami muborak bo'lsin. Shuning bilan birlikda mana o'zinglar bizlar tunugun ro'za hayiti bo'ldi. Ro'zani bir chiroyli tugatib oldik. Shular bilan hammasini tabriklayman sizlarni. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Xudoyim bersin mana shunday chiroyli tadbirlarda hammamiz birlikda bo'laylik. Rahmat. Rahmat, cho'ng rahmat. Tashkil bo'lgan uchun. Hozir meni bizning butun cho'nglarimiz eng mana ulug' yoshga kirgan mana Dilbar onamiz bor. Mana bu yil Alloh buyursa 90 baharını ko'rdi. Amin. Allohga shukrlar yetaylik o'qamiz. Har doim shu onamiz o'xshash harakat bo'lib faol bo'laylik. Shu yoshlar kirib har doim bizimiz faol qatnashib millatimiz uchun jon fidolik uchun onlardan bir bo'l. Dilbarda bir chariq ichsiz tabriklab qo'ysin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aqllar, hadisiylar, o'g'illarim, qizlarim, nevrelerim. Bugün shundoq havoning etilib, hammaning kayfiyatining ko'tarilishi o'zida bir xislatlar. Allohim bizga bo'lgan himmatni bugun boshimizdan yog'dirgan ekan. Shunga loyiq bizni xushal Qur'on kelargi yil shunday orzulardan kutishga loyiq kim bo'lyapti. Allohga beadad shukr. Hammamizning dilimizda bir orzuyimiz bor. Bizning o'z vatanimiz, o'z maydonimiz, o'z xalqimiz, o'zimizning yurtimiz bo'lishini orzu qilamiz. Alloh shu kuni hammamizning mana bu kungi tilaklarimiz amin bo'lib, Alloh qabul qilsin. Bizni erkin o'z yurtimizga, o'z vatanimizga ega erkin xalq bo'laylik. Chunki biz shunga arziymiz. Bizning ajdodlarimiz bizga qancha meros qoldirgan. Bütün xalqning, bütün Türkiye xalqlarining ichida eng ulug'i Uyg'ur ekanligi bütün dunyo tan oldi. Biz shunga loyiq merosxo'r avlodlardan bo'laylik. Hammamizga sog'lik, salomatlik, baxtli hayot bo'lsin. Rahmat sizlarga. Tinchlik, yaxshi kunlarda shunday doim uchrashib turaylik. Derdim, vay yüzünge nur yaraştı. Vay senin can o bırakında. Vay yarim, yürekke uçtaştı. İlber oynasın, İlber bay. İlber. Vay senin can o bırakında. Vay yarim, yürekke uçtaştı.
ezilmez. Ay yarim, gençler ah ezilmez. Koynum koynum. Kaşların pazarına oran buran, oy kabarmaz. Kaşların pazarına oran buran, oy kabarmaz. Şöyle gitmeyi doyup yanayım, oy kumarmaz. Abi sen yarey, ay yarey, abi gül yarey, ay yarey, ay yarey. Ey dert yaman, ay yarey, ey, ey, Şkita arasida mama bilen, ay kunduz var. Şkita arasida mama bilen, ay kunduz var. Sama yarim, ay babasa, ay yıldız var. Abi sen yarey, ay yarey, abi gül yarey, ay yarey, ay yarey. Ey dert yaman, ay yarey, ey, ey, Ay senin canım, ay benim canım, ay yarim. Bir canımız var, ama bulanmazsa, evet oynayayım, ay yarim. Ay senin için, ay benim canım, ay yarim. Kurbanımız var, ama bulanmazsa, evet oynayayım, ay yarim. Seram seram, köyüne geldim. Seram seram, köyüne geldim. Yakşı yarım sevgen, sevgeni geldim. Sevgeni geldim. Yakşı yaman diye her kişi bilmez. Yakşı yaman diye her kişi bilmez. Güzel Andijan, Fergane hem Mergıman, Buhara'yı Semerkand'in, Özbekistan'din salam. Buhara'yı Semerkand'in, Özbekistan'din salam. Özbek Uygur aynı kan, kan kerindaştin salam. Kuş gizey unuğun, kan okşaş ecdadka salam. Kuş gizey unuğun, kan okşaş ecdadka salam. Esselamu aleyküm, bir salam gamın salam. Kemine-i dilber acımdın, hem Allah'a salam. Kemine-i dilber acımdın, hem Allah'a salam. Atlas kıllık yaraşkan, kızlarımızga salam. Dağdan dokta kanlaşkan, erlerimizge salam. Atlas kıllık yaraşkan, kızlarımızga salam. Dağdan dokta kanlaşkan, erlerimizge salam. Kışkar atış örümçi, xotan bulciga salam. Bütün Özbek halkı din, Uygur
Rahmat. Medep verip durun. Rahmet size. Hazır bizim tamaradımız bir hazır. Şikublet şeritide detken çoğunlar verme. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ulug' Uyg'urim, buyuk Uyg'urim. Xush kelibsizlar. Navruz bayramlar muborak bo'lsin. O'zimning yozgan she'rimni o'qib beraman va bu she'riy kitobni bugun Dilbar Davutovaga tabriklab beraman. Xudo xolisa. Allohimning xosiyati Navruzda, olamning yangi kuni Navruzda. Kecha kunduz tam bo'ldi yam yashillikda, ko'ngil yashardi bayram Navruzda. Ko'm-ko'k bug'doy tut tilla atlasda, paxta jo'xori pishsa g'allada. Dehqon mehnati shodlik Navruzda, gullidi bahor bayram Navruzda. Allomalarga kalom o'qilganda, an'analarni ko'rib shodlikda. Qizlar atlas libosda, Navruzda karnay surnay bayram Navruzda. Muborak bo'lsin hammalarga. Çok Yarim, kelip yerim da çam
akan yaşiga, ko'zidin akan yaşiga. Vay seherde sayri gandum, vay manamda sayri masmudi, vay ezel bin qari ganduslar, vay manamda kurni masmudi. Nazarlıkla davay nazarlıkla. Vay igim Vay ezel bin qari ganduslar, vay manamda
Assalomu alaykum. Ey yaşan rahmet, rahmet. Allah'ım razı olsun rahmet. Rahima bu Uyg'urlarniki nimasini yaratibdi qarang rasmini. Uyg'ur milliy rasmlari bor, go'zallik rasmi. Rasmlarini ko'rsangiz xuddi bir vatanga berib qolgandek, Sharqiy Turkistonga Uyg'ur eliga berib qolgandek o'sha ko'rsiz, Uyg'urlarni ko'rsiz. Qarzlarni ko'rsizlar, Takilmakan cho'llarni ko'rsa, Qashqar qizlarini ko'rsizlar, chiroyli Uyg'ur qizlarini ko'rsada rasm ko'z bir bahor Uyg'urniki purul kelib turdi rasmlarda. Gulchehra mana o'zi mana Uyg'urlar shunchalik o'xshab turdi. Jismi yarashgan. Наверное, знает, да, все эту знаменитую школу, художественную школу. И персональная выставка продлится до 29 марта. И кто хочет познакомиться с творчеством Гульчехры Рахимовой, хоть сейчас каникулы, милости просим, пожалуйста, в течение недели можете прийти. На втором этаже у нее проходит выставка и познакомиться с творчеством. Гульчехра Рахимова не только, как бы вот вы сейчас, наверное, заметили, как она любит танцевать, она с детства хотела стать профессиональной танцовщицей. Но родители посчитали, что это несерьезно для девушки, тем более как бы здесь вот она в Средней Азии, и поэтому у нее творчество проявилось в другом. Она уже поступила в училище Пенькова, закончила, и потом также заканчивала институт культуры имени Камалиддина Бекзода. Закончила магистратуру, бакалавриат, и уже с 2015 года Гульчехра Рахимова является членом Союза художников Узбекистана. И у нее проводились выставки не только в Ташкенте, но и в Москве, в Германии, в Италии, в США. И также ее картины висят в знаменитой нами как гостиница Узбекистан. Можете даже в холле ее картины имеются. Также ее работы приобрел 35 работ санаторий Турон. И сейчас вот как раз вот выставка посвящена Дню Навруза. Навруз это что? Навруз это именно праздник весны, пробуждения. И нас вот объединяет это все. Мы же все вот независимо от национальности. Весна это праздник вообще для всех, для всего как бы Узбекистана. И поэтому хочу вас еще раз пригласить, если хотите познакомиться. У нее такие же в картинах также выражено, что как в танце, даже вот именно легкие такие самые мазки. И вот у нее даже есть такая картина «Лязги». Она показывает, как в танце именно девушка харизма танцует. Она именно не только как живописец, она также мастерски владеет и акварелью, и графикой. Еще раз приглашаю вас на эту выставку. Кто не был, пожалуйста, приходите. Спасибо, спасибо. Спасибо. Xush kelibsizlar. Xush ko'rdik hammanglarni. Mana tabiat bilan birga mana hammamiz uyg'unmiz mana. Hammamizning yuzida tabassum, kulki, ulkan chiroyli. Shuning uchun hozir so'z bilan bizning mehmon bo'lib mana Toshkent shahar madaniyat markazining rahbari Alimjon Zaitov kelibdi. Cho'nglarni so'z beraylik, keyin asosda davom etamiz. Şu an degan narsa urug' bo'ldi ekan. Ani boyada madaniyat bo'ldi ekan. Ani boyada, ayol boyada tili bo'ldi ekan. Qaranglar-da. Milliyni yo'qotmaymiz ekan. Allah qanchalik bizda haqiqiy uyg'urlik bo'lsa, anna orqali biz o'zimizni saqlab qolamiz ekan. Sanga bir ig'iz chiroq so'yda aytadi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qarindoshlar. Uyg'urimda bizning Sergeli tumanga kelgan hamma mehmonlarni marhamat, hammanglarga rahmat. Biz Uyg'ur madaniyat markazi sizlarni chin dildan Ket bayrami bilan, Navruz bayrami bilan chin ko'nglimizdan tabriklaymiz.
Maşallah ahirligimiz yo'qolmasin, birligimiz yo'qolmasin. Maşallah bayramlarda ko'pini ko'rishga Xudo nasib qila bilsin. Hammalarga rahmat.